14 qism. She'r. Xaltadagi tangalarni ko'rsatib, ha qabul qilishdi. Ertadan gildiya topshiriqlariga chiqaman. Baron ismli bir kishi menga gildiyasini berishga va'da berdi shekilli. Dante hayratdan ko'zlari katta bo'lib, nima gildiyani senga beradi? She'risan, sen haqiqatdan ham dahshatsan. Men ham sen bilan borishni xohlayman. Men ham birorta guruhga qo'shilsa bo'ladimi? She'ri o'ylab turib, baron ertaga guruhga qo'shil dedi. Agar sen oq sehringni bugun kechqurun yana bir marta mashq qilsang, balki seni ham o'zim bilan olib ketarman. Lekin u yer o'nchoq emas, Dante. Ertasi tong. Birinchi guruh va kutilmagan raqib. Ertalab She'ri va Dante gildiga yetib kelishdi. Baron ularni kutib olarkan, hali ham kechagi voqeadan hayratda edi. Baron: yaxshi She'ri, bugun senga va sening mana bu oq sehrgar do'stingga guruh tanlaymiz. Sizlar yashil o'rmon guruhiga qo'shilasiz. Ularning sardori Krom juda tajribali. Shu vaqtda yonlariga baland bo'yli, o'ziga juda ishongan yigit Krom keldi. U She'ri va Dante'ga kamsituvchi nigoh bilan qaradi. Krom: nima baron, bu bolalar bilan topshiriqqa chiqishim kerakmi? Ular bizga faqat yuk bo'lishadi. Ayniqsa mana bu qizaloq. U qilich ushlashni biladimi o'zi? She'ri sovuqqonlik bilan Kromning ko'zlariga qaraydi. Aurasidan Krom birdaniga sovuq qotganini his qiladi. Agar topshiriq paytida ortda qolib ketsangiz, bizni kutib o'tirmang. Kromsan, biz o'zimizni eplay olamiz. Dante qilichini ushlab: She'risan, haq gapni ayta, biz o'ylagandan ham kuchliroqmiz. O'rmon ichkarisiga kirgan sari havo og'irlashib, daraxtlar orasida vahshiy hayvonlarning nafas olishi eshitila boshladi. Krom va uning jamoasi qilichlarini shaylab, har biri butaga shubha bilan qarashardi. Faqat She'ri va Dante xotirjam edilar. To'satdan yer titray boshladi va daraxtlar orasidan ulkan qora tangali zaharli ilon chiqib keldi. Uning ko'zlari qonga to'lgan, og'zidan zahar tomib turardi. Krom qo'rquvdan ortga sarilib, bu oddiy hayvon emas, bu 4 darajali maxluq. Hamma chekinsin, buni o'ldirish uchun butun bir armiya kerak. She'ri sekin oldinga chiqib qilichini qindan chiqaradi. Chekinishga hojat yo'q, Kromsan, vataningizni unutmang. She'ri ilonning ko'zlariga tik qaradi. Uning o'tmishdagi ildizi kimlar ekanligi hisobiga tarqalayotgan aurasidan ilon bir soniyaga qotib qoldi. She'ri chaqmoq tezlikda harakat qildi. U sehrini qilichiga jamladi, lekin bu safar qora olov emas, balki oddiy ko'z ilg'amas darajadagi keskir havo bosimi edi. Bir lahzada She'ri ilonning ortida paydo bo'ldi. Ilonning ulkan boshi yerga gumburlab tushdi. Hamma narsa bir necha soniyada yakunlandi. Dante ko'zlariga ishonmay: dahshat, She'risan, sen hattoki terlamading ham. Krom rangi oqarib yerga tizaladi. Bu bo'lishi mumkin emas. Sen shunchaki bola emassan. Men mag'lub bo'ldim. She'ri qilichini artib qiniga joyladi va Kromga yaqinlashdi. She'ri: kelishuv bu muqaddas narsa. Endi bu jamoaning boshlig'i menman. Krom, siz 2-darajali yordamchi bo'lib qolasiz. Agar qarshi bo'lmasangiz, hozirroq ketishingiz mumkin. Krom boshini egib: yo'q, men o'zim so'zimda turaman. Sizning kuchingiz oldida tiz cho'kaman, boshliq. Shu vaqtda ularning yoniga gildiyadan bir xabarchi yugurib keldi. Xabarchi hovliqib: boshliq She'ri, baron sizni zudlik bilan chaqiryapti. Maktab yaqinidagi o'rda iblislar dunyosining darvozasi ochilgani haqida xabar keldi. Bu juda xavfli. She'ri ichida: mening dunyomga olib boradigan darvozami? Qiziq, u yerda kimdir meni qidiryaptimi yoki shunchaki tasodifmi?